Bittagilar MDF, fasadlar 100% Krashin MDF bo'ladi. Original davchik mexanizmlarda har biri xohlasa pol klassika ishlangan qoshli high-tech fasonda qoshlari bilan birga xohlasa juda ham go'zal. Matraslari 5 yil garantiyali. Mana bu yerda bunimiz ham Krashin MDFlarda bo'lgan. Bularimiz mana ichlari ko'rinib turadigan oynali, eng trendda bo'lib turgan 2026 da qaynoq fasonimiz. Xo'p, bu yoq tarafda sensorli termolari 3 xil rangda yonadi. Yana bosib tursangiz o'zgaruvchan. Bu yerda mana 2026 da eng trendga chiqqan rossiya laminatlarda bo'lgan original davchik mexanizmlarda dizaynga e'tibor bering. Turetskiy dizayn, bunimiz ham juda ham go'zal. Xo'p, narxini siz o'ylagandan ancha arzon etsam, kanalga bitta like va podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin. Bularımızın narxi 9 milyon 500 ming so'mdan. Assalomu alaykum hurmatli muhlislar, sizlar bilan Zafar Mebel. Bugun xudo xolasa yotoqxona komplektlarimizda obzorini qilib o'tamiz. Razmerlari, materiallari, dastavka, uстановкасы qanday bo'ladi? Xudo xolasa qisqacha tushuntirib o'tamiz. To'liqroq ma'lumot berib o'tib ketishga harakat qilamiz. Xo'p, gapimizni qisqa qilgan holatda obzorimizni boshlaymiz. Undan oldin adresimiz Farg'onaning Oltiarig'ida. Hozirgi aytib o'tgan narxlarimiz ichida vodiy bo'ylab mutlaqo bepul dastavka, uстановкалari kiradi. Vohaga Toshkentga albatta kelishgan holatda 12 kilovatga dastavkamiz bor. Xo'p, bo'lmasam bu spalnigimiz razmeri 1.70 ga 2.10 bo'ladi. Rossiya laminatlarda bo'lgan. Fasad qismi 100% PH kromkada bo'ladi. Xo'p, bu yoq tarafda spalnimizning ikkita tumbichkasi. Katta ikkita tumbasi bo'ladi. Bitta topni, pastda bitta bari bo'ladi. Taroqlari hammasi bir xil qilib o'ziga mos fasonda qilib ishlangan. Termolarimiz 1.50 ga 1.80 bo'lgan. 3 ta tortmasi bo'ladi. Pastda ikkita eshigi va bitta pufigi bo'ladi. O'ziga qo'shimcha o'tirib bo'yancha yo'llariga. Hop, bu yoq tarafda bo'lsa yana bitta katta shkafimiz 240 ga 220. Bu yoq tarafda mujskoy vishilkamiz. Ko'yniga, shimga отдельный vishilka qilib o'tilgan. O'rtada bitta tortmasi bor. Bu yoq tarafda bo'lsa mana o'rtasi polkaxona. Juda ham katta, keng ishlangan original davchik mexanizmlarda. Mana bitta vishilkaxona, женский vishilkasi, seyflari bor. Ko'yniga, ro'molga отдельный vishilka qilingan. Xudo xolasa chizilib ketmaydigan matli laminatlarda bo'lgan. Hani kalitda chizib ko'rsatib turgan xuddi shu material bo'ladi. Bu yoq tarafda klassika xohlovchilarga klassika modellarimiz. Mana Safiya modelimiz trenddan qolmagan, razmeri eng katta ishlarimizdan. Hop. Buni materiallari fasad qismi 100% MDF da, o'rtasi mana polkaxona bo'ladi. Oynaklar butun seli MDF da ustidan yopishtirilgan. Xudo xolasa sinib qolish ehtimoli juda ham kam bo'ladi. Bu yoq tarafda bo'lsa mujskoy vishilkamiz. Ko'yniga, shimga отдельный tumbichkalari spalniniki. Juda ham katta ikkita go'zal tumbichkasi bo'ladi. Tepada bosh kiyimlarga. Razmeri 270 ga 255 bo'ladi. Hop, bu yoq tarafda bo'lsa termoyimiz 1.65 ga 220. Katta termo, kichikasi eshik, polkalari bilan birga. Hop. Spalnigimiz 1.70 ga 220. Beldamlari ikkitadan tushadi o'rtaga, bosh orqasi bilan 4 tadan beldam bo'ladi. Ranglariga keladigan bo'lsak, shampanga jemchug qilib 2 xil kraskadan kombinatsiya qilib foydalanilgan. Xohlovchilarga Telegram kanalimizda bor. Krashniy rangi ham juda ham bagati chiqadi. Boshqa taraflari chesterli qilib ishlangan. O'ta go'zal holatda. Hop. Bu yoq tarafda bo'lsa 8069 modellarimiz, old qanotligi. Narxlarini aytib o'tmayapmiz. Umnachilar, birinchida ko'rsatib o'tgan high-tech yotoqxona komplektimiz 7 milyon 500 ming so'mdan.
Safiya komplektimiz 9 million 500 ming so'mdan hozirgi aytib o'tganimizdek vodiy bo'ylab mutlaqo bepul dostavka ustunovkalari kiradi. 8069 modellarimiz 6 qanotligi. Razmeri 270 ga 240. Spalnigimiz 170 ga 210. Indif materiallarda bo'lgan bularimiz ham. Hamma yo'g'i davitchik. Bularimiz 9 million so'm. Bu yoqda bo'lsa 8069 hozirgidan ham ko'ra uskroq zanjir degan modelimiz bor. 170 ga 220 spalni bo'ladi. Oyoq taraflari ham high-tech to'g'ri qilib ishlangan, lekin arkasi bo'lmaydi. Juda ham go'zal. Klassikaning muxlislari boshqa high-techlarimizni ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Undan oldin shu klassika modellarimizni ko'rsatib o'taylik. Bu yoq tarafda bo'lsa trimoyimiz. Ikki chekka eshik bo'ladi. O'rtada tortmalari. Bitta go'zal xudo xolasa. Xo'p, bu yoq tarafda bo'lsa shkafimiz. 240 ga 240. Ikki chekka vishilka, o'rta polka seyflari bilan birga. Ikki chekkada juda katta keng vishilka xonasi bor. Ustunlari MDF ustunlarda bo'ladi. Bularimizni 8 million 500 ming so'mdan qilib beramiz. Endi ichkarida high-tech modellarimizni ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bu yerda yana bitta krashinli ishimiz. Xohlasa bugungi obzorimizda krashinli MDFdan bo'lgan mebellarimizni ko'rsatib o'tamiz. Mужской вишилка, женский вишилка, отдельный yana kuyovga kelingan alohida polkalari bilan ishlangan. Hammasi original davitchik mexanizmlarda. 100% PH kromka bo'ladi. Fasadi ham, korpuslari ham. Razmeri 240 ga 220. Spalnigimiz boshqa taraflari ham yakki qilingan moishi materiallarda. Xohlovchilarga gold faton qilib berilsa, gold faton qilib beramiz. Yo'q, qora ma'qul keldi desa, qora qilib beraveramiz. Muammosi yo'q, ranglarini ham o'zgartirib beramiz. Sitilniklari mana xudo xolasa 3 xildan yonadi. Hozir devorlarga hamnaqangi qanot trendda bo'lgan. Xuddi o'shani biz sitilniklarga ham o'shanga mosidan qo'yib, juda ham go'zal qilib qo'yganmiz. Tortmalari ham hammasi davitchik. Spalnigimiz razmeri 170 ga 220 bo'ladi. 3 yil garantiyali matras. Hop, bu yoq tarafda bo'lsa high-tech skromniy trimosi. Tevada bitta katta tortmasi bo'ladi, pastda bu yoqda 3 ta. Bu yoqda bo'lsa katta narsalarga juda ham katta keng polka xonasi bor. Metallik ruchkalar bilan ishlangan, plastmassali emas, metallik. Xudo xolasa darrov sinib qolmaydigan, rangini yo'qotmaydigan. Juda ham go'zal narsa. Bunimizda narxiga keladigan bo'lsak, 13 million sotilgan. Zafar Mebellar bu narsalarga 11 million so'mdan. Bu yoq tarafda yana bitta MDFli high-tech fasonimiz bor. Juda ham go'zal. Yangilik model Panda 2 deb nomlaganmiz. Boshqa taraflari juda katta keng ishlangan, miyahga qilingan. Spalnigimizda tegi fasonlari ham, bakoylari ham polni yumshoq machalka bilan qoplab chiqilgan. Bolalar ham kelib o'zini urib olsa ham qattiq tegmaydigan qilib. Yosh bolalarga juda ham qulay yangi kelin-kuyovlarga. Xo'p, ikkita tumbasi bo'ladi. Sitilniklar 3 xildan yonadi. Bu yoq tarafda bo'lsa trimoyimiz. Mana bosib tursangiz tiniqlashadi. Yoqib o'chirsangiz 3 xildan svet yonadi. Tortmalari original davitchik hammasi, metallik ruchkalar, 100% fasadi ham, ichkilik korpusi ham PH kromkada bo'lgan bu ishimiz. Hozir Turkiyadan kelgan eng trendda bo'lgan Turkiya fason shkaflari, ichlari ko'rinib turadigan, juda ham go'zal. Kuydirilgan oynalarda bo'lgan, ikki chekkasi katta polkalari bor. Hammasi original davitchik. Bu yoq tarafda kelinimiz uchun uzun vishilka xona ro'moliga seyflari bilan birga. Pastda
bittadan tortmasi ham bor, juda ham katta, keng. Bu yoq tarafda bo'lsa, mana kuyov bolalar uchun qo'yniga shunga отдельныйdan polka qilib qo'yilgan. Yangilik model. Dizayni xudo xolasa Turkiya chizmada bo'lgan. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha Turkiyaning ishlariga birga-bir qilib ishlangan kachisivalari ham, xudo xolasa kraskalari ham behijolat. Bunimizda narxiga keladigan bo'lsak, 15 million, 17 milliongacha sotilgan. Hozirgi kunda Zafar Mebelda obunachilariga bularimizni 12 million 500 ming so'mdan qilib beramiz. Bu yoq tarafda bo'lsa, yana bitta yangilik model 2026 da eng trendga chiqadigan modellardan bu ham. Boshqa taraflari ham yaxki qilingan. Oynalar bilan boyitib ishlangan chester qilib juda ham go'zal holatda. Ranglari seri rangda oluvchilarga xohlasin seri, xohlasin moloshnisi bor bu ishimizda. Ikki tarafda ikkita katta tumbasi bor. Svetilniklari 3 xildan yonadi. Bu tarafda bo'lsa termoyimiz. Juda ham katta, bahaybat, bagati termoyimiz bor. Tortmalari ham har biri davchik. Eshiklari bor, ikki chekkada, polkali o'rtalarida. Polga kromkada, spalnigimizning oyoq tarafida katta chester bilan birga. Spalnigimiz tayyor. Kapot mexanizm. Mana bularda shkafning razmeri 240 ga 220 bo'ladi. Ikki chekka polka. Kuyov bolaga alohida. Bu tarafda kelinga uzun michilka. Pastda ikkitadan tortmasi bilan birga. Bu tarafda bo'lsa, mana yana отдельный sefi bilan birga termoni pufiga romali deydiganlarigacha qilib qo'yilgan. Rombikli oyna o'ziga yarashgan, fasoni ham odamni ko'ngliga tegmaydigan, juda ham go'zal holatda ishlangan. Xo'p, bunimizda narxiga keladigan bo'lsak, internetda ko'rdik, Toshkentlarda 17 million, 18 million sotilgan Zafar Mebelda obunachilarga bunimizda 12 million 500 ming so'mdan qilib beramiz. Hop. Bu yoq tarafda yana bitta high-tech ishimiz. Hozirgi ishimizga bashta o'xshab ketadi. Ranglarida necha o'zgarishlar bor. Ikki chekka bunda ham polka bo'ladi. Bu yog'i kelinga uzun mishilka. Bu yoqda bo'lsa kubolarga ko'yniga shunga denning mishilka qilingan. Juda ham go'zal. Hop, spalnigimiz high-tech to'g'ri qilib, bejirim qilib ishlangan. Rozetka kulchatirlarigacha qilib qo'yilgan. Zaryadni qo'yishga ham ko'p bola endi joy muammo emas. Rozetkalarni biz siz uchun joylashtirib qo'yganmiz. Ikkita tortmasi bor. Hammasi davchik. Divonimiz hozirgidek bir xil ko'tarib tushiriladigan kapot mexanizmli. Oyoq tarafda o'tirib kiyim kiyishlikka juda ham go'zal o'tirib sofa qilib qo'yganmiz. Bu tarafda bitta katta eshik, polkalari, parfumeriyalar uchun. Bu yoqda taqinchoqlariga yana alohida tortma. Xohlasa, juda ham komfort modelimiz. Ishlarimiz juda ham ko'p. Hozirgi videoda shu hozir qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Endi fasonlarimizda. Hozir yana pastda 10 xil fasonimiz bor. Laminat fasonlarda ularni ham keyingi videoda albatta qo'yib o'tamiz. Xo'p, bu ham Krashniy MDF. Razmeri katta. Spalnigimizda razmerlarini aytmayapmiz. 170 ga 210, sig'imi bu yog'iga 3 metr, bu yog'iga 220 ga 230 ga tushadi. Bildamlari bilan birga. Boshqa taraflari chester qilingan. Pol klassika. Bu yoq tarafda bo'lsa termoyimiz juda ham go'zal. Har biri original davchik mexanizm. Mexanizmlarni prostoy qilib, agar kromkalarni qog'oz kromkada bo'ladigan bo'lsa,
$200 narxi arzonlaydi. Xuddi shu narsalar $200 arzon holatda ham chiqarish mumkin. Matrasning o'zida 500 ming, 1 million so'm pul o'ynaydi. Bu tarafda kelinga uzun eshikka, o'rtada juda ham katta polka xona. Mana bu yoqda yana bitta katta vishilka xonasi. Juda go'zal. Polklaska high-tech fasonda qoshlari bilan uyg'unlashib polklaska qilib ishlangan. Bu termomimizga, bitta o'tiradigan stolchasi kelinimizga. Buni ham narxini 12,5 million so'm sotilgan. Hozirgi kunda aksiyada faqat bir dona 9 million 500 ming so'mdan vodiy bo'ylab olib borib o'rnashtirib berish xizmati ichida laminat mebeldan ham arzonga qo'yib beramiz.